O'zbek qo'shiqchisi Shahlo Salayeva o'zining tug'ilgan kunini g'ayrioddiy tarzda nishonladi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Bu yil qo'shiqchi Shahlo Salayeva o'zining tug'ilgan kunini ayniqsa yorqin nishonladi. Bayramdan olingan video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi va ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Do'stlar va qarindoshlar san'atkor uchun gullar va sovg'alar bilan haqiqiy syurpriz uyushtirdilar. Internetda ta'sirchan kadrlar faol muhokama qilinmoqda. Muxlislar Shahloning sog'ligi va yangi hitlarini istab, yuzlab sharhlar yozishmoqda. Bayram juda samimiy bo'lib chiqdi va tug'ilgan kungi qizning o'zi muxlislarga sevgi va qo'llab-quvvatlash uchun minnatdorchilik bildirdi va tez orada yangi qo'shiqni taqdim etishga va'da berdi. Shahlo Salayeva muxlislari videoga like bosishni unutmang. Bizda hozircha shular, bizni kuzatishda davom eting.